bay, shashlik, osh, somsa, sho'rva, mastava, xullas milliy taom uchun yaxshi lokatsiyadan arzonga tayyor biznes so'ragan akalarga shunaqasidan topib qo'yganmiz. Videoga bitta like bosib oxirigacha ko'ramiz. Bu joyimiz akalar 130 kvadrat, qo'shimchasiga joy keladiganlarga yana joy qilib beriladi va jet kafe qilib ham yurgizsalar bo'ladi. Hozirda bu joyda ichkarida 100 kishilik va tashqarida ham yana 50 kishiga xizmat ko'rsatsa bo'ladi. Bu tarafda zagotovka, ichkarida texnikalariga kelsak, misorobka, xolodilnik, stollari, morozilka hamma narsasi ishlashga tayyor qilib qo'yilgan. O'zini suv vitrina xolodilniklarigacha bor va bu tarafda kassiy zona, Ayko sistemadan foydalanishar ekan. Mana bloklarigacha hamma narsasi qo'shib beriladi. Bundan tashqari televizor, konditsioner, hamma stullari qo'shib beriladi. Ko'rib turibsizlar, remontlari ideal holatda. Kelib ishi boshlasanglar bo'ldi. Kunlik savdosiga kelsak akalar, shashlikni o'zidan hozirgi paytda 3-4 milliongacha savdosi bor ekan. Qo'shimcha sifatida sho'rva, osh, somsa ham bor. Bu joydan tashqarida o'zini joyi bor. Yozgi sezonga ham marojniy deysizlarmi, maxito shunaqa narsalar qo'shib ham yana ham savdoni ko'tarsanglar bo'ladi. Bundan tashqari Ramazonga oz qoldi. Ramazonda osh bilan zo'r qilib savdoni ko'tarsanglar bo'ladi. 24 ga 7 ishlatsanglar bo'ladi. Odam juda ham gavjum. Joy lokatsiyasiga kelsak, algoritmda Roysondan Betonkaga chiqib ketishinglarda chap qo'lingizda keladi. Iso shashlik. Joy arendasi $1400, biznes narxiga kelsak akalar $14,500. Bonusiga Instagrami, call centerlari qo'shib beriladi. O'zining klientskiy bazasi bor. Kelib yana gaplashsanglar bo'ladi.